YouTube'da bitta million 50 million marta ko'rilgan. 38 millionga sal ko'pmasmi? Davlat byudjetidan yoshlar masalalariga milliardlar ajratiladi. Lekin yoshlar millionda. Ma'naviyat targ'ibotchilari qayerdasizlar? Menimcha boyaga 50 millionning ichidasizlar. Millionga boykot e'lon qilamizmi? Albatta yo'q. Chunki ular konsertdan tushgan mablag'lardan chet elda bo'layotgan urushga sarflashmayapti. Biz kolaga boykot e'lon qilamiz. Nega? Chet elda bo'layotgan urushda bolalar o'limiga sabab bo'layotganligi uchun. Negadir kola zararli mahsulot sifatida o'zimizni o'ldirayotganligi uchun emas bu boykot. Nega o'zimiz uchun tamaki va alkogolga boykot e'lon qila olmaymiz? Axir bizni o'ldiryapti-ku. Chet ellarda bo'layotgan urushlarda bolalar o'layotganligiga achinamiz, chunki biz bolajon xalqmiz. Lekin o'zimizning ilmsizligimiz, meditsinamizning bir ahvolligi, ba'zi doktorlarimizning mol fahmligi natijasida o'lik tug'ilayotgan, nogiron tug'ilayotgan chaqaloqlar, e'tiborsizligimiz natijasida o'lib ketayotgan yuzlab go'daklarimiz haqida bolajon xalqimiz qayg'urganida edi, ilmsizlikka boykot e'lon qilgan bo'lardik. Ogoh bo'ling. Super kontraktga o'qishga kirib, 2 yilini onlayn o'qiganlar o'qishni tamomlashmoqda. TikTok tarbiyalayotgan avlod ham hash-pash deguncha katta sahnaga chiqadi. G'alati emasmi?